Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Mana ukam qo'ylarni ko'rsatgandim sizlarga. Qo'ylarni bittasi tug'ib, qolganlari mana shu bir oy ichida tug'adi, xudo xolasa. Bugun ikkita qo'ydan yungini olishdi. Babachaga yuribdi. Qora-qoragina bolasi, qo'ydi bolasi bizda babacha deydi. Bu qo'yni yungini olgan. Ko'p qo'yni ham yungini olgan. Birin-ketin bular xudo xolasa ko'paytirib tug'ib beradi. Juda ham bo'ylari baland qo'ylar. Tug'ilgan bolasi ham mana ko'ryapsizlar, yirik. Hozir kechki payt yem berdi. Shuning uchun bular hammasi ovqatlanish bilan ovora. Kunduzida hashakni maydalab chiqarib bersa, kech paytda bir mahal bug'doy bilan makkani mana aralashtirib beradi. Hozir ukam safarda bo'lgani uchun kelinimiz o'zi bemalol eplaydi. Hayvon boqishga usta. Avval shu yer to'la buqa boqardi. Endi hozir ozroq qo'y oldi. Yaqinda ukam kelsa yana buqa boylanadi bu tomonga. Bular ham asta-asta tug'ib yana ham ko'paytirib beradi. Mana o'z vaqtida ovqat bergani uchun, vaqtida qaragani uchun bular maramaydi, ovozi chiqmaydi. Qorni to'q, xotirjam. Endi bu bo'g'oz qo'ylarning orasiga qo'chqorlar qo'shilmaydi, faqat o'zlari bo'ladi. Bular qo'ylarning bitta yaxshi tomonini aytsam, mana shu qora qo'y, mana shu qo'zichoqni tuqqanida o'zini onasidan ko'ra boshqa qo'ylar uni ko'proq ehtiyotlab parvarish qilishdi, ya'ni qo'riqlashdi. Men qo'rqqandim, bosib netib qo'ymaydim desam yo'q. Aksincha, boshqalari onasi beparvo bo'lganda ham boshqalari unga qarab turishdi. Hayron qoldim. Mana ikkita qo'ydi yungi o'zi shuncha. Hozir qolganlarini ham olib, yunglarini issiqda bosmaydi. Yaxshi yetiladi. Xudo xolasa. Ertalab, kechqurun mana teglari mana shunday tozalanadi. Kechqurun o'zini go'ngini ustida yotmaydi bular. Hammasini bir qator tozalab qo'yadi. Ertalabga yana yemlab bo'lgandan keyin bir qator tozalaydi. Qo'ylar albatta boshqa hayvonlarga nisbatan inoqroq bo'lar ekan. Ayniqsa bolalarga zarar yetkazmagani uchun ham xursand bo'laman. Tozalanganlari mana juda chiroyli bo'lib qolgan. Menga yoqadigani mana shu ko'k qo'y. Kommentariyada fikrlaringlarni bildiringlar. Sizlarda qanaqa qo'y zotlari bor? Bu qo'ylar qanaqa zot? Bilsanglar aytinglar. Men uncha farqlolmayman. Lekin juda yuvosh, gavdalari katta bo'lgan bilan yuvosh qo'ylar. Yunglari o'sib ketgan, shuning uchun yunglarini olishyapti. Mayli, tinch bo'lasizlar. Like'lar uchun rahmat, kommentariyalar uchun yana ham juda ham katta rahmat. Boringlarga shukr, sog' salomat bo'linglar. Yana bir qator ko'rsatib o'taman. Juda ham chiroyli qo'zichoq.